Milliy kino san'ati saroyida animatsiya ixlosmandlari uchun Sehrlandiya qahramonlik missiyasi nomli ilk 3D formatdagi to'liq metrajli animatsion filmning premyerasi bo'lib o'tmoqda. Film bolalar kontentni rivojlantirish markazi buyurtmasi asosida Lola animatsion studiyasi tomonidan yaratilgan va Markaziy Osiyoda ilk bor 3D formatda ishlab chiqilgan. Syujetga ko'ra To'rtdo'st Temur, Ulug'bek, Bobur va Jaloliddin tasodifan sehrli portal orqali ixtirochi zamonning qarorgohiga tushadi va Sehrlandiyadagi sirli sarguzashtlarga sho'ng'iydi. U yerda ular vaqt mashinasini o'g'irlab, olamga hukmronlik qilmoqchi bo'lgan yovuz Olabbojiga va uning qo'shinlariga qarshi kurashadi. G'oya shu bolalar kontentni rivojlantirish markazi asos solingandan keyin birinchi to'liq metrajli film qilamiz deshganda biz analiz qilganmiz. Bolalardan analiz qilganimizda o'zbek yosh auditoriyasi qahramon bo'lish orzusi ko'pchilikda bor ekan. Shundan kelib chiqib biz qahramonlar haqida bir kichkina loyihacha yozgandik. Jahongir aka Ahmedov boshchiligida, badiiy rahbarligida shu narsani to'liq metrajli filmga aylantirib tugatdik. Asosiy maqsad hamma qahramon bo'la olishiga ishontirish. Qahramon bo'lish uchun hech qanaqa super kuch bo'lish emas, yaxshi inson bo'lish o'zi yetarli degan g'oyani ustiga qurdik. Umid qilamanki, qo'ldan kelgancha chiqardik. Butun dunyoni ko'rdi bu multfilm, sababi xalqaro darajada qilinishi uchun hamma sharoit yaratildi. Hindistonning eng yaxshi ovoz studiyalarida ovozlashtirish, ularni bir-biriga moslash, Atmos 701, 501 formatlariga moslash, O'zbekistondagi eng yaxshi kompozitorlar Sherzod aka, eng yaxshi art direktorlar Shuhrat aka, bular katta insonlar, bular hammasi tepasida turdi va ko'rgan bo'lsanglar, multfilm stilistikasi ham o'zgacha, ajralib tursin dedik. Qisqa muddatda, aslida 3 yil yo 5 yil ketadigan loyihani biz 6 oy muddatda tugatishga harakat qildik. Aytganimdek, butun O'zbekiston birlashdi bu sohadagi vakillar bu loyiha uchun. Film do'stlik, jasorat, jamoaviylik, insonparvarlik va mas'uliyat kabi umumiy insoniy qadriyatlarni targ'ib qiladi. U 5 yoshdan katta bolalar uchun mo'ljallangan bo'lib, milliy ruh va tarixiy merosimizga mos holda ishlab chiqilgan. Film qahramonlariga Abdurahim Abdukarimov, Ulug'bek Shodbekov, Jahongir Xo'jayev, Bahriddin Husniddinov, u yoqda qolgan, bu yoqda portal qaysi biriga ulguramiz? Sobirjon Rahimjonov, Shahzoda Muhammedova, Baqaloq dedingmi? Birinchidan men akam baqaloq emas. Behzod Muhammad Karimov, Boyir Xolmirzayev, Alisher Uzoq va boshqalar ovoz berishgan. Bola hozirgi yoshida, shu yoshlik paytida shu multfilm ko'rish kerak. Sal kechikib emas, katta bo'lgandan keyin emas. Bizning davrimizda shunaqa filmlar bo'lmagan deyish bu xavfli. Bolalar kelajagimiz ekan, ularni tarbiyalash yo'li bittagina shu. Nafaqat animatsion filmlar, bolalar uchun filmlar, badiiy filmlar, hujjatli filmlar juda ham ko'p yaratishimiz kerak. Nabiralarimdan sekin so'radim. Ketamizmi dedim. Yo'q deyapti. Men tomosha qilishim kerak dedi. Shuni o'zi baxt. Asosiy qahramonga ovoz berganman. Sidqi dildan ishladim. Mevasi shirin, negaki meni ham bolalarim, nabiralarim bor va O'zbekiston bolalariga, aytish mumkin, O'rta Osiyo bolalariga, butun dunyo bolalariga yangi mahsulotni taqdim etish bu sharaf. Juda ham xursandman. Bugun Sehrlandiya multfilmining premyerasi. Avvallari kino premyeralariga keladigan bo'lsak, endi multfilmlarga kelishni boshladik, chunki farzandli bo'ldik, farzandlarimizni yaxshi ko'rgan yo'nalishdagi mana shunaqa premyeralarda ishtirok etyapmiz. Qolaversa, ushbu Sehrlandiya multfilmida Bibi obraziga ovoz berdim. Ushbu ovozlashtirish jarayonlari juda ham qiziqarli bo'ldi va o'ylaymanki, barcha O'zbekiston muxlislariga ushbu multfilm yoqadi. Uning ustiga onajonlar, otajonlarni og'riqli nuqtasi edi, chunki hammani bolajonlar faqat YouTube orqali multfilmlar ko'rishar edi. Ana endi O'zbekiston kontenti rivojlanyapti va bolalar uchun alohida shunaqa animatsion multfilmlar kashf etildi. 3D formatda bu O'zbekistonda birinchi marta, shu meni juda ham quvontirdi. Qizim Milana juda ham intiqib kutdi. O'g'lim hali yosh bola, hali tushunmaydi bu multfilmni, lekin qizimga juda ham yoqdi multfilm. Ayniqsa, oyisini chiqishini rosa intiqlik bilan kutdi. Meni ovozimni eshitgandan keyin, "Oyi, sen qo'shiq aytgansan" deyapti. Hali bilmaydi-ku ovoz berishni. "Sen qo'shiq aytgansan, gapiryapsan" deyapti. Xursand bo'ldim. Qizimga yoqdi asosiysi. Akasi urushib qolgan joyida Bibi aytadiki, "Men akam baqaloq emas, faqat men uni baqaloq deya olaman. Hozir sochlaringni bittalab yulib tashlaymi" degan joyi bor. O'sha joyi menga yoqdi. Filmning vizual va texnik yechimlari zamonaviy animatsiya standartlariga to'liq javob beradi. Sehrli olamlar, rang-barang
landshaflar va dinamik sahnalar orqali yuqori darajadagi vizual effektlar yaratilgan. Audio va musiqiy yechimlar yosh tomoshabinlarning psixologiyasi va qabul qilish xususiyatlariga moslashtirilgan. Ovoz effektlariga Hindistonning mashhur James Sakkaz studio tomonidan ishlov berilgan. Premyera tadbirda ijodiy jamoa, mahalliy va xalqaro media vakillari, jumladan The Walt Disney kompaniya vitse-prezidenti, 8 karra Emmy sovrindori Hayma Washington, shuningdek soha mutaxassislari, madaniyat va san'at namoyandalari hamda keng jamoatchilik vakillari ishtirok etdi. Shuningdek, loyiha doirasida raqamli o'yin, bolalar uchun kitob va tematik sovg'a mahsulotlari ham ishlab chiqilgan bo'lib, bu uning targ'ibot va media imkoniyatlarini kengaytiradi. Menga multfilm juda ham yoqdi. Nimasi yoqdi? Juda ham interesniy ekan, qiziqarli ekan, zo'r ekan. Menga futbol o'ynayotgan payti rosa yoqdi. Va sendvich qilgan joyda ham yoqdi. O'rtoq bo'lib har doim yurish, birga yurish, bir-biriga yordam berish, do'st bo'lib birga yurish, har doim bir-biriga yordam berish kerak. Do'st ahil bo'lib yordam berish kerak. Bu multfilmda aytishuvda o'zini asrash kerak. Juda ham yoqdi. Men sinfim bilan, maktab sinfim bilan keldim. Chiroyliligi, eng kichkina bo'lgani uchun, bitta qiz bo'lgani uchun oilasida, uni u qahramonlar bor, ham boshqa zamonlarga tushib qolishi, yana o'zidan katta narsalari bor, rang-barang shunaqalari yoqdi.